Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Bugun biz vodiydamiz, Chustda. Yangi obyektimiz bor edi. Bu obyektimizda toplipol santexnika ishi va elektrik ishi bo'lgan. O'zi sizlarga qisqacha obzor qilib o'tamiz. Marhamat. Bismillah. Bu yerda kirishda katta holimiz bizni kutib oladi. Ko'ryapsiz, holda biz toplipol yotqizganmiz shlankalarni. Bu yerda elektrik ishimiz, kirishda ishda joyi. Polni elektrika razvodkamiz по полу bo'lgan bu yerda. Bu yerda biz prixoshka va kuxnyani toplipol turbalarni yotqizganmiz. Toplipol kollektori va отопление kollektorini kuxnyani mebelidagi joylashtirib qo'yganmiz. Bu yerda har bitta xonamizda radiatorlar mavjud bo'lib, bu yerda esa bizni shinamgina sanuzor kutib oladi. Bu yerda bizda bo'ladi dushovoy kabina и installyatsiya. Ko'rganingizdek shinamgina. Bizda sanuzor, prixoshka va kuxnya toplipol shlankaga yotqizganmiz. Chap qo'limizda kiraverishda bu yerda detsk komnat. Bu yerda biz e'tibor bergan bo'lsangiz, bu yerda biz har bitta polga peneplex yotqizib, plyonkalar yotqizganmiz, чтобы teplopoteri bo'lmasligi uchun. Hamma turbalarimiz, mana bu yerda ham radiatorga turba chiqarib ketganmiz. Va bu tomonda esa polna elektrik ishimiz потолка bo'ldi. Kelishda bizda bu yerda bizni родительский spalnik bo'ladi. Kattaligini ko'rasizlarmi? Bu yerdan xuddi shu holat peneplex yotqizib, plyonka yotqizganmiz, чтобы bu yerdan teplopoteri bo'lmasligi uchun. Bu yerdan elektrik ishlarimiz bitdi, santexnika ishlarimiz ham bitgan. Ko'rgan bo'lsangiz, devorlardan уже shkaturka bo'lgan, hammasi tayyor holatda. Inshaalloh stachkamizni qo'ysak, patolog bo'lsa, bismillah deb amaliyotlarni boshlaymiz. Bu yerda bizda kattakon zal, gostinaya. Hamma maza qilgan o'rnidan joy. Bu yerdan xuddi shu holat peneplex yotqizib, ustidan plyonka yotqizganmiz, чтобы teplopoteri bo'lmasligi uchun. Bu yerda bizda TV zona bo'ladi. Dizayn pretraksiyani sizlarga yana tashlab qo'yaman, ko'rasizlar. Bu yerda polni MDF bilan olib chiqib chiqamiz. Xudo xolasa. Bu tomonimiz inshaalloh malyarkada ish jarayonini qo'yib boraman, ko'rib chiqasizlar.